Tasavvur qiling, sizga bir jumboq berildi. Dunyoning eng boy odamlaridan biri Warren Buffett o'z boyligining 90% ni qachon to'plagan? 20 yoshdami, 40 yoshdami? Javob sizni hayratda qoldirishi aniq. U bu boylikni 65 yoshdan keyin, ya'ni hamma nafaqaga chiqadigan yoshda qo'lga kiritgan. Biz doim boy bo'lish uchun qandaydir sehrli aksiya yoki juda aqlli bo'lish kerak deb o'ylaymiz, lekin aslida boylikning eng katta siri bu matematika emas, bu sabr. Bugun biz Morgan Housel'ning Pul psixologiyasi kitobidagi eng muhim boblardan biri haqida gaplashamiz. Keling, puldan biroz uzoqlashib tabiatga qaraymiz. Muzlik davri qanday boshlanganini bilasizmi? Ko'pchilik buni dahshatli sovuq qishdan boshlanadi deb o'ylaydi, lekin adashishadi. Muzlik davri biroz salqin kelgan yozdan boshlanadi. Qarang, yozda qorlar oxirigacha erib ketmaydi. Keyingi qishda o'sha erimagan qor ustiga yangisi tushadi. Kelasi yili qatlam yanada qalinlashadi. Shunday qilib, ming yillar davomida kichik bir erimagan qor butun yer yuzini muzliklarga aylantirgan. Murakkab foiz ham xuddi shunday. Bu kichik natijalarni yillar davomida bir-birining ustiga taxlashdir. Warren Buffett 10 yoshidan pul yig'ishni boshlagan. 30 yoshida uning $1 million puli bor edi. Endi mantiqan o'ylang, agar u 30 yoshida boshlab 60 yoshida to'xtatganida nima bo'lardi? Uning boyligi hozirgidek $84 milliard bo'lmas edi. Uning haqiqiy muvaffaqiyati aqlida emas, u 75 yil davomida to'xtamasdan investitsiya qilgan edi. Bizning miyamiz 10 barobar 10 teng 20 deb o'ylashga o'rgangan. Lekin pul dunyosida 10 ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 10 qoidasi ishlaydi. Dunyoda Jim Simon ismli matematik bor. U yiliga o'rtacha 66% foyda ko'radi. Warren Buffett esa yiliga 22% foyda ko'radi xolos. Xo'sh, nega Simon Buffettdan boy emas? Chunki Simon o'z yo'lini 50 yoshida topgan. Uning puli ko'payishi uchun vaqt kam bo'lgan. Boylik formulasi shunday: yaxshi natija qo'shilgan uzoq vaqt barobar aql bovar qilmaydigan davlat. Sizga eng katta foyda beradigan yo'l shart emas, sizga eng uzoq davom etadigan yo'l kerak. Muammo shundaki, murakkab foiz intuitiv emas. Agar men sizga 8 ni 8 ga 9 marta ko'paytir, necha bo'ladi deb so'rasam, boshingiz qotadi. Javob 134,217,728. Biz darhol natija kutamiz. Pulimiz bir yilda 2 barobar bo'lmasa, tushkunlikka tushamiz. Lekin boylikning eng katta o'sishi har doim oxirgi yillarda sodir bo'ladi. Investitsiyada eng muhimi eng yuqori foydani topish emas, balki to'xtab qolmaslik. Xulosa shuki, eng yaxshi investor bu eng sabrli investor. Siz millioner bo'lishingiz uchun daho bo'lishingiz shart emas. Sizga shunchaki o'rtacha daromad va juda ko'p vaqt kerak. Endi boy bo'lishdan ham qiyinroq narsa. Boylikni qanday qilib saqlab qolish haqida gaplashamiz. Sizningcha boylik uchun sabr muhimmi yoki omad? Fikringizni izohlarda qoldiring. Boy bo'lish uchun sizga nima kerak? Tavakkal qilish, optimizm va harakat. Lekin boy bo'lib qolish uchunchi? Buning uchun sizga mutlaqo teskari narsalar, kamtarlik, ehtiyotkorlik va biroz qo'rquv kerak bo'ladi. Ko'pchilik boylikka erishadi, lekin juda kam odam uni saqlab qoladi. Bugun biz tarixdagi eng hayratlanarli voqealardan biri. Bir kunda dunyoning eng boy odamiga aylangan va keyinchalik hamma narsasini yo'qotgan inson haqida gaplashamiz. 1929-yil Amerika iqtisodiyoti quladi. Odamlar derazalardan o'zini tashlar, millionerlar bir kechada qashshoqqa aylanar edi. Jesse Livermore ismli trader esa o'sha kuni uyiga kelsaki, xotini yig'lab o'tiribdi. Ular hozir ko'chada qolamiz deb o'ylashgan edi. Lekin Jesse xotiniga qarab, "Yo'q azizam, bugun men hayotimdagi eng ko'p pulni topdim" dedi. U bir kunda o'sha davr kursi bilan $100 million, bugungi kunda bir necha milliard ishlab topgan edi. Lekin oradan atiga 4 yil o'tib, Jesse hammasini yo'qotdi. Nega? Chunki u boy bo'lishni bilar edi, lekin boy bo'lib qolishni bilmas edi. U tavakkal qilishdan to'xtay olmadi. Hamma Warren Buffett va Charlie'ni taniydi, lekin oralarida 3-sherik ham bo'lganki, ko'pchilik bilmaydi. Uning ismi Rick. Rick ham Buffett kabi aqlli edi. U ham aksiyalarni juda yaxshi tushunardi, lekin bir farqi bor edi. Rick shoshar edi. U tezroq boyib ketishni xohlardi. 1970-yillarda bozor pastga qulaganda, Rick qarzga olingan pullar bilan savdo qilayotgan edi. Natijada u hamma narsasini yo'qotdi va o'z aksiyalarini Warren Buffettga arzimas narxga sotishga majbur bo'ldi. Warren Buffett daho bo'lgani uchun emas, balki shunchaki omon qolgani uchun boy bo'lib qoldi. U hech qachon shoshmadi, hech qachon hammasini tikib yubormadi. Xulosa shuki, pul dunyosida eng muhim narsa bu omon qolish. Agar siz boy bo'lib, keyin hammasini yo'qotsangiz, sizning o'sha muvaffaqiyatingizdan hech qanday ma'no qolmaydi. Boylikni saqlab qolish uchun sizga omon qoluvchi mentaliteti kerak. Bu nima degani? Bu har doim kutilmagan yomon kunlarga tayyor turish, hech qachon bor pulingizni bitta joyga tikmaslik, har doim nima noto'g'ri ketishi mumkin deb o'ylash. Pulingiz murakkab foiz yordamida ko'payishi uchun sizga yillar kerak. O'sha yillar davomida o'yindan chiqib ketmasangiz bas.
emas. Eng katta foyda olishni emas, balki eng uzoq vaqt omon qolishni reja qiling. Boy bo'lish bu bir marta omad kulib yoki qattiq mehnat qilish natijasi bo'lishi mumkin, lekin boy bo'lib qolish bu xarakter va intizom masalasidir. Esingizda bo'lsin, bozorda eng aqllilar emas, balki eng ehtiyotkorlar g'alaba qozonadi. Chunki o'yinda qolgan odamgina g'olib bo'la oladi. Sizchi? Siz boylikka erishish haqida ko'proq o'ylaysizmi yoki uni qanday saqlab qolish haqidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Tasavvur qiling, siz investitsiya qilyapsiz yoki biznes boshladingiz. Agar 10 ta qaroringizdan 9 tasi xato bo'lsa, o'zingizni qanday his qilasiz? Ehtimol omadsizman deb o'ylarsiz, lekin haqiqat shundaki, dunyodagi eng boy insonlar ham vaqtining 90% da adashishadi. Bugun biz boylik dunyosidagi eng g'alati qoida, tail events haqida gaplashamiz. Bu qoida shuni aytadiki, sizning hayotingizdagi hamma narsa emas, balki juda kamdan kam sodir bo'ladigan birgina qaroringiz sizni millioner qilishi mumkin. 20-asrning eng boy san'at kolleksionerlaridan biri Hansdan so'rashdi: qanday qilib shunchalik ko'p durdonalarni to'plashga ulgurdingiz? Sizda kelajakni ko'rish qobiliyati bormi? Uning javobi oddiy edi: yo'q, men shunchaki hamma narsani sotib oldim. Hans minglab rasmlarni sotib olgan, ularning 99% oddiy, hech qanday qiymatga ega bo'lmagan asarlar edi, lekin u sotib olgan asarlar orasida bir nechta Picasso va Matisse asarlari bor edi. Aynan o'sha barmoq bilan sanarli durdonalar unga milliardlar olib keldi. Investitsiya ham shunday, biznes ham shunday. Siz 50 ta aksiyaga pul tikishingiz mumkin, bir nechta bizneslarni boshlashingiz mumkin. Ularning 40 tasi zarar keltirishi yoki joyida turishi mumkin, lekin oradagi bitta, ikkita durdona sizning barcha zararlaringizni qoplab, sizni boy qiladi. Walt Disney nomi hozirda milliard dollarlik imperiya ramzi. 1930-yillarda u bankrotlik yoqasida edi. Disney yuzlab qisqa metrajli multfilmlar ishlagan, lekin ularning deyarli hammasi zarar keltirgan. Qarzlari ko'payib, studiyasi yopilish arafasida qolganida, u bir tavakkalga qo'l urdi. U hamma narsasini Oppog'oy va 7 ginom multfilmiga tikdi. Agar bu multfilm ham muvaffaqiyatsiz bo'lganida, bugun Disneyni bilmasdik. Natija nima bo'ldi? Oppog'oy birinchi 6 oyning o'zida 8 million dollar, bugungi kursda yarim milliard foyda keltirdi. Disneyning avvalgi 400 ta multfilmi keltira olmagan foydani bittagina tail event, ya'ni kamdan kam uchraydigan muvaffaqiyat keltirdi. Keling, zamonaviy biznesga qaraymiz. Venture kapitalistlari, ya'ni yosh startaplarga pul tikuvchilar qanday ishlashini bilasizmi? Ular 100 ta startapga pul tikishsa, ularning 66 tasi butunlay yo'q bo'lib ketadi. 30 tasi o'zini zo'rg'a eplaydi va faqatgina bittasi yangi Google yoki Facebook bo'lib chiqadi. Aynan o'sha bittagina startap qolgan 99 tasining zararidan ko'ra 100 barobar ko'proq foyda beradi. Agar siz 10 ta investitsiya qilsangiz yoki biznes boshlasangiz, 5 tasi zarar keltirsa, bu sizning yomon investor yoki biznesmen ekanligingizni anglatmaydi. Muhimi, o'sha 10 tadan bittasi sizga 100 barobar foyda berishidir. Xulosa shuki, moliyaviy muvaffaqiyat bu har doim haq bo'lish degani emas. Bu ko'p marta adashish, lekin bir marta juda katta hajmda haq bo'lishdir. Agar siz biror ishda yutqazayotgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Balki bu sizning o'sha bittagina durdonaga olib boradigan yo'ldir. Sizcha, siz hayotingizni shunday hal qiluvchi voqeaga duch kelganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Xo'sh, tasavvur qiling, siz kamdan kam uchraydigan muvaffaqiyatga erishdingiz. Shu orqali o'sha kutilgan boylikka erishdingiz. Endi nima bo'ladi? Yangi mashina, kattaroq uy. Morgan Housel aytadi, pulning asl qiymati sizga narsa sotib olish imkonini berishda emas, asl boylik bizga to'laydigan eng oliy mukofot bu erkinlik. Keyingi videoda biz nima uchun eng boy odamlar ham o'zini baxtsiz his qilishi va nima uchun vaqtingizni nazorat qila olish har qanday oylikdan ko'ra muhimroq ekanligi haqida gaplashamiz. Pul sizni erkin qilyaptimi yoki vaqt quliga aylantiryaptimi? Buni keyingi qismda 7-bobda bilib olasiz. Sahifalabdan uzoqlashmang, eng muhim darslar hali oldinda.